Bu ulkan jonzotlar qahramonmi yoki qurbonmi? Ular haqida haqiqiy hikoyani eshitishni xohlaysizmi? Bu fillar kun-u tun ishlaydi. Osiyoning ayrim joylarida ularni bepul ishchi kuchi sifatida to holdan toyguncha ishlatishadi. Issiqda, yomg'ir ostida, tog'larda yoki junglilarda ularni tonnalab daraxt tashishga majbur qilishadi. Har bir qadam charchoq, og'ir va loy bilan kurash demak. Bu yillar davom etadi. Faqat bundan to'xtamaydi. Mashinalar yoki avtobuslar chuqur loylarga botib qolsa ham, ularni aynan shu fillar chiqarishga majbur bo'ladi. Chunki ularda tanlash huquqi yo'q. Ulardan kuchni oxirgi qatrasigacha so'rib olishadi. Ayrimlarini esa sirk sahnasi kutadi. Yorug'lik, olqishlar va o'rgatilgan fil. U raqsga tushadi, rasm chizadi yoki ta'zim qiladi. Lekin bu sahna ortida yillar davom etgan shafqatsiz mashqlar, qo'rquv va og'riqlar yashiringan. Biz ularga qarsak chalishga, suratga olishga, kulgu bilan qarashga odatlanganmiz. Lekin har bir turk ortida og'ir va majburiy mehnat yotibdi. Ular bu hayotni tanlamadi. Ular shunchaki bo'ysuntirilgan. Endi savol, sizni ko'pincha nimasi o'ylantiradi? Ularning ulkan kuchi yoki ularning achchiq taqdiri? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.